Aynan mana shu vaziyatdan keyin rasmiy ravishda Xabi Alonso Real Madridni tark etishni qabul qildi. Keling buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalambor hoziroq obuna bo'lib qo'ying, chunki eng qiziqarli, ko'plarning ahamiyatidan qolib ketgan vaziyatlar faqatgina bizda. Mana bu videoga yaxshilab ahamiyat bering. Barselonaga mag'lub bo'lganidan keyin Xabi butun jamoaga birgalikda kelib, Barsa o'yinchilariga hurmat ko'rsatishni so'rayapti. Ammo Kylian Mbappe nimagadir jahl qilib, barcha o'yinchilarni o'z yoniga tortib, unaqa narsalarni qilmaymiz deb aytibdi. Uni hatto Rodrigo ham qo'llab-quvvatladi. Va oxirida esa taqdirlash marosimida jamoaning prezidenti Alonsoni ko'ziga ham qaramadi. Keyin esa ispaniyalik murabbiy rahbariyatni yoniga chiqib, bu o'yinchilarning egosi juda ham katta. Ular meni aytganimga kirishmayapti. Bunaqa tarzda biz hech narsaga erisha olmaymiz deb o'z o'rnini afsuski tark etdi. Xo'sh, sizningcha bu vaziyatda kim aybdor? O'yinchilarni aytganini qilmagan Alonsomi yoki murabbiyning so'zlariga kirmagan futbolchilarmi?